Hop, bu yoqda yana Nexus 3 mashinamiz akamlar olib kelib tashlab ketdilar. Bularda muammo, hop. Benzinda zo'r yurar ekan, gazda mashina vasha siltalab yurar ekan. Bir qo'zg'alayotganda 40, 50, 60 ushab ketayotganda gaz pedalda bitta tempda mashina siltalab ketar ekan. Gazda ekan faqat. Уже ancha joyda buni rosa kovlashibdi, diagnostika qilishib tekshirishgan, gaz nastroykalar qilishgan. Nimagadir hayronman, o'xshamayotgan ekan, bilmayman nimaga. Hozir mana полный diagnostika qilib tekshirib, nastroykalarida gaz mana bitta parametrlari bor, xatolik ko'p ekan, norma o'zini belgilangan me'yori bor, normasi bor, kitobda yozilgan qonun qoidalari bor. Undan tashqari qilingan ekan hamma narsasi. Hozir mana o'zini kitobiy qilib, normasiga keltirib, nastroyka qilib qo'yildi. Hozir yurib tekshirib ko'riladi, xudo xolasa. Chiroyli qilib bitirib beraman buni ham. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar, nomerlar pissanada, nobog'da yozsanglar ham bo'ladi. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitirib beraman. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.